Bu kimnidir nimagadir ishontira olish qobiliyati. Mening nazarimda bu odamlar uchun eng foydali tema. Mavzu. Nimaga? Men o'z sotuv bilan shug'ullanaman. 2014-yildaman. 2014-yilda men birinchi do'konimni ochganman. O'zi 13 dan beri desam bo'ladi. Sababi 13-yilda men atir sotardim. Jasallik, Karlo Boysi degan atirlarni olib, ustidan 7% qo'yib do'konlarga sotardim. Keyin istalgan yo'nalishim onlayn kurslarmi, o'quv markazimmi, o'qituvchi bo'lganimdan keyin ham hammasi u yoki bu holatda sotuvga tegishli. Ya'ni bitta asosiy masala meni nazarimda sotishni bilish dunyodagi eng muhim ko'nikma. Nimaga? Sotishni bilgan inson hech qachon kambag'al bo'lmaydi. Har holda buni ehtimol juda ham kam. Va sotish bu faqatgina pul haqida emas. Siz o'zingiz g'oyalaringizni sotasiz. Siz o'zingiz bolangizga shokolad emas, tort emas, zelen yeyish foydaliligini sotasiz. Sotish bu kimnidir nimagadir ishontira olish qobiliyati.